Aniq tayyormisan? Boshqa ilojim yo'q. Men abort qilmoqchiman. Nega? Sharoit shunaqa bo'lib qoldi. Tirik bolani man-ku abort qilmayman. Mendan boshqa ginekolog ham abort qilmaydi. Men sizni juda ham yaxshi tushunaman. Lekin shunaqa vaziyatga keladiki, farzandli bo'ling deb ginekologligiga yurganingizda unda o'sha iloji bo'lmay qolishi mumkin. Mana shuni yaxshilab o'ylab qaror qabul qilish kerak. Lekin meni boshqa ilojim yo'q. Unda kelingiz bilan bir ish qilamiz. Sen tanlov qilib olding. O'zingga ishonasanmi?